Oddiy dunyoda yashab qolish juda oson, lekin lavali tashi. Ha do'stlar, bugun men lavali dunyoda survival qilib ko'rdim. Uni siz video davomida nimalar bo'lganini ko'rib o'tishingiz mumkin va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki men deyarli 200 ta bo'ldim. Faqatgina sizlarni bir dona obunangiz yetishmayapti va 200 ta bo'laman. Do'stlar, sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda men videoga navbatni beraman. Hamma menimcha birinchi bo'lib survival degan narsa daraxt chopishdan boshlanadi. Endi daraxtda desi ham yo'q, shu sabab birinchi bo'lib sandiqdagi narsalarni olib olaman. 7 ta olma. Narsa bor ekan. Endi men hozir eka qanday o'tishim kerak? Yo'limda suv bor ekanda, suvni qo'ysa, do'stlar bilib oldim qanday o'tishni ham. Suvni qo'yamiz, yana olamiz. Menimcha nezerga borish ham oson bo'ladi, chunki tayinli to'la obsidian. Ikkinchi joyga ham o'tib oldik. Chiqadigan bo'lsa Boy FF kanaliga obuna bo'lib, oxirgi videolarga like bosib, kommentariyasiga Rodrigodan salom deb yozib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Chunki bunga faqatgina Farfire bo'yicha kontent qilinar ekan. Unda bo'lmasa videoga o'taveramiz. Ya kirib qoldim ya. Chiqsa bo'lakan desam. Faqat men uchun bo'ldi. O'tib oldi. Ana yana bitta sandiq. Yana bitta sandiq bor ekan. Bo'lmasa o'sha yo'lga boramiz. Bu sandiqni ochishdan oldin sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Necha marta aytish kerak? Ochsa yaxshi narsa yo'q-ku. Qilib ochgandek hech narsa yo'q ekan. Bir atrofdan ana yerdan nimadir ko'rgandek. Ana nimadir bor ekan, fakir. Hop, tosh va loydan iborat nimadir bor ekan. Unda borib ko'rmasak bo'lmaydi. Suv faqatgina bir suvdan boshqa narsa bilan borib bo'lmaydi. Ko'payib ketdi shekilli. Yo, bu yerda skelet. O'ldirish kerak. Yo'q, kerak. Shunchalik ham vahshiyman. Wow. Endi qochish kerak, faqatgina qochish. Do'stlar, beqqa ko'ruvdi ya. Bu tarafda endi hop suvni oxirgi suvni qo'ydik va yetib keldik. Hop, bu yerda ham bitta sandiq bor ekan. Olovlarni o'chirib chiqish kerak. Ikkita sandiq bor ekan. Oziq-ovqat bu yerda, oziq-ovqat bor ekan. Hammasini olamiz. Tarix qolib ketdi. Endi bu sandiqda esa bu sandiqda ham shunga o'xshash narsalar bor ekan. Buni ham olib qo'yamiz, buni ham olib qo'yamiz hammasini. Va ovqat negadir meni jonim to'lmayapti.
Ancha pastda ham bor edi. Bunalarni verstak yasaymiz birinchi bo'lib. Har doim o'zi birinchi bo'lib verstak yasalaydi. Qiyinlashib ketdi verstak yasash. Verstak yasaldi va hop, hammasini nonga aylantiramiz. Keyin o'zimizga brani olishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa narsa yetmaykan. Bu yerda boshqa narsa yo'q ekanmi? Sandiq deganda. Hop, bo'lmasa borolda ham tark etishga to'g'ri kelar ekan. Unda qani boshqa joylar ko'rinmaykanmi? Hozir borol ham yonishga tayyor turibdi. Yo. Menga qandaydir shu orol yoqib qoldi. Shu oroldan o'zi kuchayamiz. Hop. Endi bir daraxt ekamiz. Va keyin endi tekislash qoldi. O'z kirk yasab, endi kuchayish vaqti keldi. Hop, chiqamiz va verstakdan bunday qilamiz. Bundayda yarmi 4 olamiz va keyin kirka bitta tapor. O'zimiz ham qilichimiz bor ekan. Birinchi bo'lib endi toshlarni tovlaymiz. Bo'lmasa hamma toshlarni olamiz. Ya narsalarim. Bu sandiqqa solgan ekanman. Kuchayish yangi temir kirka bor. O'zi bittami temir? O'zi bitta ekan temir. Bo'ldi, boyagi joyda endi ko'mir olib kelish kerak. Sindirib berish kerak. Hop. Bunda bir menimcha sandiq unaqa narsa yo'q-a? Yo'q bo'ldi. Yo. Bu yoqda qaranglar. Shuni ko'rmaymiz-da. Endi ko'mirga ham kerak emas ko'mir. Bu endi o'zimizdan baza bo'ladi bu. Mana bu kichkinagina orolchani olib o'zimizda baza qilib yuboramiz. Endi menimcha bu yoqqa qiladigan ish qolmadi. Hamma narsani yerga solamiz va nezir tarafga ketamiz. Aytganda pulli endi nima qilish kerak? Bitta lava biramallab shuni ham qurib oldim. Qaranglar, atrofda ham yomon qilib tayladim. Keyin pechga olamiz. Keyin pechga buni qo'yaman-da, keyin ko'mirni endi hozir qayerdan olaman jarkelka uchun? Topish kerak endi uni. Mana shu yoqqa bo'lish kerak. Demoqchi edim. Bor ekan bu. Bo'lmasa buni bitta olib qo'yaman. Bo'ldi.
Maqsad maqsad prosta survival qilish. Unda Ender Dragon o'ldirish yoki unda unaqa emas, prosta survival qilish maqsadimiz. Hop, bo'ldi. Endi esa 3 tikda o'tamiz. Yo'q. Aytgandek do'stlar. Nechta oltin olsa bo'ladi? Bu yerga bitta oltin bor, bu yerga ham bitta boridan ikkita vatinkasini yasa bo'lmaydi. Bo'ldi hozir. Ya, yo'q. Bo'ldi tushib. Bo'lmasa, mana kiraveramiz. Nezirga hozir bo'ldi. Biz o'zi nezirdamiz. Nezir meni kutib olmoqchidim. Hop. Yo, normal joydan spawn qilsa bo'lmaydimi? Qasa endi bedrock. Yuriy chiqarmaydi, biron narsa chiqib qolar. Yuriy chiqar. Yo'q. Yurib ko'ramiz. A few moments later. Kirkamam hattoki. Ya. Menlik sog' bu nezir. Men keldim. Endi nezir bilan xayrlashish vaqti keldi va surdim o'zim olamni. O'zimning olamni mas'ul lavali olandi. Lava. Bo'lmasa endi boshqa joylarga ham borib ko'raman. Do'stlar, takrorlanmas like va obuna. Bo'ldi, videomiz tugabdi-da. Boshqa joy borib. Yo'q, tugamabdi. Ana shu oxirgi o'lishimiz bo'ladi. Yana bir marta o'lib qolsa bo'ldi. Video tugatdi. Men yetib keldim, o'zi bu yerga bitta sandiq bor ekan. Bu sandiqda shuncha oltin kerakda. Hammasini olamiz. Bo'ldi, menga kerakli narsa bu yerda yo'q. Ana u sahro qayerdir borib ko'rish kerak. Da bo'ldi. Birinchi to'g'irlab olamiz. Keyin bekda suramiz. Aytgancha do'stlar, men yaqinda yangi server ochdim. Bu server ana shu Rodrigo obunachilari uchun. Endi bu serverda hozir birdaniga Telegram kanalimga taylamayman. Bu serverda hozir qasr quramiz. Qasr qurgandan keyin o'z Telegram kanalimga taylayman. Telegram kanal telkasi esa video описаниеsi yoki kommentariyasiga bo'ladi. Tez Telegram kanaliga o'tib like bosing. To'g'rilab bo'ldi, hamma joy chotki. Ana endi menga hozir hech narsa yo'q-ku. Yo do'stlar, bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan bugun nima desam, Rodrigo bo'ldi. Rodrigo va Kaska. Yarachday do'stlar, hammaga xayr. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda 200 ta obunachi bo'lamiz. Do'stlar, keyin kommentariy yozib qo'yinglar. Ronaldomi, Messimi? Unda xayr. Oppa.